Ertalabda savdo yaxshi. Xudo xolasa kechgacha shunaqa savdo bo'lib tursa, zo'r bo'ladi hammasi. Uka nopishni olib chiqib beraymi? Ha, tugab qoldi, olib chiqavering aka. Borma ukam. Ketinglar aka. 6 ta noningdan solib ber ukam. Xo'p bo'ladi. Qani akajon keltiraverasiz. Rahmat ukam. Qanday baxtli insonlar bor. Mana qachon shunaqa qimmat mashina minar ekanman. Ey xudoyim. Qani 5 mingni ham berishing kerak. O'rtog'im so'rayapti. Nima qilsam bo'lar ekan? Ha, bir gap bo'ladi. Xo'jayin mana non. 200 millionmidi? Ha, bo'ldi, xo'p. Hozir kartenga tashlab yuboraman. Bu aka-ukalarning xursandchiligini qaranglar. Shuncha mol dunyoyim bo'lgani bilan na ishimda halovati bor, na uyimda halovati bor, na sog'lig'imda halovat bor. Qaniydi meni ham akam bo'lganda.